Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi mavzumiz juda ko'p obunachilarimiz tomonidan so'ralgan migren, ya'ni boshning teng yarmida bo'ladigan og'riq to'g'risida bo'ladi. Ko'pchilik bemorlarimiz migren kasalligini oddiy charchoq, osteoxondroz yoki qon bosimi kasalligining bir asorati deb hisoblashadi. Aslida esa migren kasalligi mustaqil nevrologik kasallik hisoblanadi. Migren kasalligi tarixi haqida gaplashadigan bo'lsak, bizning bobomiz Ibn Sino to'g'risida Ibn Sino tib qonunlari kitobida migren kasalligi to'g'risida chuqurroq bizga bilimlar berib ketishgan. Migren kasalligi to'g'risida qadimgi Misr va Yunon tabobatida ham ko'plab qo'lyozmalar yozilgan. Qadimda migren kasalligini yarim bosh og'rig'i deb atashgan. Hozirgi migren so'zining ma'nosi grekcha gemikraniya, ya'ni boshning teng yarmidagi og'riq degan ma'noni bildiradi. Endi migren kasalligining qanday paydo bo'lishi to'g'risida suhbatlashamiz. Migren kasalligining asosiy keltirib chiqaruvchi sabablari. Birinchi o'rinda bu irsiy moyillik, ya'ni ota-onada migren kasalligi bo'lsa, farzandlarda nisbatan uchrashi mumkin. Ikkinchi sababi bu stress omillari, ya'ni oilada, ishda, ko'cha-kuyda qandaydir stress omillari ko'p bo'lishi migren kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Keyingisi uyqu kamligi yoki gormonal buzilishlar ham migren kasalligiga sabab bo'lishi mumkin. Telefon va televizorlarda ko'p o'tirish, och qolish, mumkin bo'lmagan ovqatlarni ko'p tanovul qilish ham migren kasalligining sababchisi bo'lishi mumkin. Endi sizlar bilan migren kasalligini turlari haqida gaplashamiz. Asosan migren kasalligini ikkita turi bor. Bu aura bilan kechuvchi migren hamda aurasiz migrenlar farqlanadi. Aurasiz migren juda ham ko'p uchraydi. Aurali migren esa boshlanishdan oldin ko'z oldida chaqnash, zigzag chiziqlar, qo'llarni uyushishi yoki bosh og'riq boshlanishdan oldin shunga o'xshash belgilar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari migrenning vestibulyar migren va shunga o'xshash bir nechta turlari mavjud. Sizlar bilan ko'p uchraydigan hozir aurasiz migren to'g'risida suhbatlashamiz. Migren kasalligining klinikasi quyidagicha bo'ladi. Birinchisi boshning teng yarmidagi og'riq. Og'riq vaqti bilan o'ng tomonda yoki chap tomonda ham kuzatilishi mumkin. Ikkinchisi pulsatsion og'riq, ya'ni urib turuvchi og'riq. Uchinchisi yorug'likka og'riqning kuchayishi yoki issiqlikka chiqsa, yorug'likka borsa og'riqning kuchayishi. To'rtinchisi og'riq kuchaygan paytda ko'ngil aynishi qayd qilish darajasigacha bo'lishi mumkin. Migren xurujida quyidagi bosqichlar farqlanadi. Birinchisi charchoq, asabiylashish, ishtahani kamayishi. Ikkinchisi og'riq bosqichida kuchli boshdagi og'riq. Uchinchisi bu og'riqdan keyin holsizlik hamda charchoq. Migren kasalligidagi og'riq 4 soatdan 72 soatgacha davom etishi mumkin. Migren kasalligidagi bosh og'riqni biz quyidagi kasalliklardan farqlab olishimiz mumkin. Birinchisi bu eng ko'p uchraydigan insult kasalligidan. Aynan insult kasalligida ham gemorragik insultda boshda og'riq kuzatilishi mumkin. Ikkinchisi bosh va o'sma kasalliklarida. Ayrim bemorlarimizda sinusitlarda, qon bosimi ko'tarilish kasalliklarida, meningitlarda, plaster bosh og'riqlarida ham aynan migrenoz bosh og'rig'iga o'xshash og'riqlar bo'lishi mumkin. Esingizda qolsin, migren kasalligi uchun maxsus tekshiruv usuli yo'q. Migren kasalligi tashxisi bu migrenga xos simptomlar hamda nevrologik ko'ruv asosida qo'yiladi. Lekin ayrim holatlarda yuqoridagi aytilgan boshqa kasalliklarni inkor qilish uchun yuqorida sanab o'tdik, insult kasalligi, bosh miya o'smalari, qon bosimi kasalliklari, meningit kasalliklari, sinusit kasalliklari, bularda ham migrenozga o'xshagan bosh og'riq bo'lishi mumkin. Ulardan farqlanish uchun bemorlarimizda kompyuterli tomografiya yoki MRT tekshiruv qilib olishimiz mumkin. Migren kasalligini davolashda asosan migren og'riqlar bo'layotgan vaqtida og'riq qoldiruvchi dorilar, xurujiga qarshi dorilar berishimiz mumkin. Agar sizga migren tashxisi qo'yilgan bo'lsa, migren xuruji bo'layotgan bo'lsa, og'riq qoldiruvchi hamda maxsus migrenga qarshi dorilar berish mumkin. Migren kasalligini qanday qilib oldini olish mumkin, ya'ni profilaktika qilish mumkin?
Birinchi o'rinda uyqu rejimini normallashtirish. Ikkinchisi stress omillarini kamaytirish. Uchinchisi profilaktik dorilarni vaqti bilan iste'mol qilish. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol: migren kasalligi xavflimi? Migren kasalligi unchalik xavfli emas. Bemorlarda depressiya chaqirishi mumkin hamda hayot sifatini yomonlashtirishi mumkin. Migren kasalligini oldini olish uchun albatta siz yetarli uxlashingiz, vaqtida ovqatlanishingiz, stress omillaridan forig' bo'lishingiz, televizorda uzoq vaqt o'tirmasligingiz hamda yetarli miqdorda suv ichishingiz kerak. Agar sizda migren kasalligi bo'lsa, ruxsatsiz dori-darmonlar ichishingiz tavsiya qilinmaydi. Maxsus migrenga qarshi dorilarni shifokor nazoratida ichishingiz tavsiya qilinadi. Agar sizda migren kasalligi bo'lsa, uy sharoitida migren xuruji, ya'ni bosh og'rig'i tutsa, yengil holatlarda ibuprofen tabletkasini yoki paracetamol tabletkasini iste'mol qilishingiz mumkin, faqat qarshi ko'rsatma bo'lmasa. Ikkinchisi, bu o'ta kuchli bosh og'rig'i bo'lganda maxsus migrenga qarshi dorilar, sumamigren, sumatriptan degan dorilarni vrach nazoratida ichishingiz mumkin. Esingizda qolsin, aslo migren kasalligida antibiotiklar ichish yoki antivirusli preparatlarni qabul qilish mumkin emas, chunki ular hech qanaqa migren kasalligiga foyda bermaydi. Sizlar bilan bugun aurasiz migren to'g'risida suhbatlashdik. Agar shu kasallik to'g'risida qandaydir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing, albatta sizlarga javob beramiz.